Operatsiya qiladigan har bir bemorni qiziqtiradigan yana bitta savollardan biri narkoz xavflimi? Shu savolga javob beraman. Narkoz oxirgi yillarda bu eng xavfsiz muolajalardan biri bo'lib qoldi. Chunki bu 20-30 yil oldingida emas, hozir dorilar zamonaviy, o'zgargan boshqa dorilar beriladi va ularni dori dozasi o'lchab beriladi, ya'ni massaga qarab. Ikkinchisi operatsiyadan oldingi tekshirishlar. Hozir hamma bemorda yurak qon tomir sistemasini EKG qilinadi, analizlar topshiriladi, anesteziolog ko'radi, kardiolog ko'radi, agar yosh bola bo'lsa, pediatr ko'radi. Bu operatsion riskni juda ham kamaytiradi. Keyingisi apparaturalar. Hozir оборудованиялар shunday zamonaviyki, narkozni juda ham boshqa darajaga, ya'ni xavfsiz darajaga olib chiqqan. Narkoz vaqtida оборудованиялар sizni qon bosimingizni, pulsingizni, nafas olishingizni kontrol qilib turiladi. Biz ko'rib turamiz. Ko'pchiliklar narkozdan emas, narkoz haqida bilimga ega bo'lmaslikdan qo'rqishadi. Shuning uchun narkozdan qo'rqish kerak emas. Agar savollaringiz bo'lsa, direktga yozing.